Uyg'urlar bilan Turkiya arasıga tushgan qora dog'lar. Abdori doktor Mamtimin. Men 20 yildan beri Amerikada yashayotgan bir Uyg'ur ziyolisi bo'lish salohiyatim bilan Turkiya hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosati to'g'risida so'z qilishga haqliq emasman. Shundaqdimi men Turkiya hukumatining Uyg'urlar duch kelgan zulmlarga nisbatan sukut qilish pozitsiyasi tutayotganligini sirtdan kuzatayotgan bir Uyg'ur bo'lish salohiyatim bilan o'zimning bu haqda his qilganlarimni va o'ylaganlarimni o'ttirib qo'yib o'tmoqchi. To'g'ri bo'lmagan va yoki xato bo'lib qolgan yerlar bo'lsa, qarindoshlarning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Men Turkiyaga 2010-yili va 2013-yili jami 2 qatim borgan bo'lib, jami 24 kun turgan edim. Men Turkiyada uzun yashab baxmaganligim uchun Turkiyaning ahvolini Turkiyada uzun yashagan qarindoshlardek tushunib ketishim notayin. Ammo shu 2 qatimliq ziyoratim jarayonida mening Turkiyaga bo'lgan ta'siratim xuddi men yurtimga qaytgan bilan o'xshash hissiyatda bo'lgan edi. Buning sabablari har xil bo'lib, men uni bu yerda bir-birlab so'zlab o'ltirmasammi, Uyg'urlar bilan turklar orasidagi tarixiy va qon qarindoshlik bog' hammamizga ayon. Afsus, yaqinqi yillardan beri Turkiya hukumatining Uyg'urlar duch kelgan adolatsizlik va tahdidlarga bo'libmi millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga solinish masalasiga sukut qilishi sababidan Uyg'ur va Turkdan iborat ikki qarindosh millat orasida o'zaro ishonmaslik, o'zaro xato tushunish, o'zaro tanqid qilish va o'zaro ayblashlar paydo bo'lmoqda. Buning ifodalari va sabablari har xil bo'lib, men tövanda bu haqda azroq to'xtalib o'tmoqchiman. Men 2018-yili 4-oyda va 12-oyda to'rda 2 qatim raysnash ilib borgan edim. 2018-yili 4-oyda ilib borgan raysnashqa jami 871 odam, 12-oyda ilib borgan raysnashqa jami 1117 odam qatnashgan. 2 qatimliq raysnashqa qatnashquchilarning jinsida cho'ng farq yo'q. 2 qatimliq raysnash qatnashquchilarning mutlaq ko'p qismi oliy maktab va uningdan yuqori ma'lumotga ega. 2 qatimliq raysnash qatnashquchilarning mutlaq ko'p qismi Turkiyada yashaydigan Uyg'urlar. Uningdan qolsa Yevropa va Shimoliy Amerikada yashaydigan Uyg'urlar. Birinchi qatimliq raysnash qatnashquchilarning 52% Turkiyani Uyg'urlarga eng ko'ngil biladigan davlat deb qaragan bo'lsa, ikkinchi qatimliq raysnashda o'xshash qarashdagilar 10% ga tushib qolgan. Raysnash qatnashquchilarning ichida Amerika boshliq g'arb davlatlarini Uyg'urlarga eng ko'ngil biladigan davlat deb qaraydigan Uyg'urlar birinchi qatimliq raysnashdagi 12%dan ikkinchi qatimliq raysnashdagi 59% ga ko'paygan. Birinchi qatimliq raysnash qatnashquchilarning 23% Turkiyani Uyg'ur masalasini hal qilishda eng muhim va eng cho'ng rol o'ynaydi deb qaragan bo'lsa, ikkinchi qatimliq raysnashda o'xshash qarashdagilar 8% ga tushib qolgan. Raysnash qatnashquchilar ichida Amerika boshliq g'arb davlatlarini Uyg'urlar masalasini hal qilishda eng muhim va eng cho'ng rol o'ynaydi deb qaraydigan Uyg'urlar birinchi qatimliq raysnashdagi 44% dan ikkinchi qatimliq raysnashdagi 72% ga ko'paygan. Yuqorqi 2 qatimliq raysnash natijasidagi o'zgarishlardan boshqa ba'zi Uyg'urlar Turkiya hukumatining Uyg'ur siyosatini va Turkiyadagi
ba'zi shaxslarning Uyg'ur masalasiga bo'lgan pozitsiyasini tanqid qilib, har xil usullar bilan o'z noroziligini bildirmoqda va ijtimoiy taratqularda o'z ko'z qarashlarini ifodalamoqda. Bu o'zgarishlarni Turkiya hukumatining Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyasi va ba'zi turk siyosiyon bilim odamlari va axborot o'rinlarining Uyg'urlar masalasiga bo'lgan xato tushunchasi va xato tashviqoti bilan zich munosabatlik deb qarashga bo'ladi. Bizda oyoqning qandoqligini put biladi deydigan ot so'zi bor. Asarat astida yaşab baxmagan insanlar, asarat astida uzun yaşagan bir xalqning psixologiyasida qandaq o'zgarishlar bo'lganligini tasavvur qila olishi mumkin emas. Turkiyadagi turk qarindoshlar Uyg'urlarning hayotida yaşab baxmaganligi uchun Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarni Uyg'urlardek his qilolmasligi, Uyg'urlardek to'liq tushunib ketilmasligi, hatto xato tushunib qilishi tamamen mumkin. Vatan ichidagi xalq Xitoy hukumatining qatma-qat tahdidi ichida yashayotganligi uchun boshqalarga ko'nglidagi so'zlarni qila olishi pek qiyin. Vatan sirtidagi ba'zi Uyg'ur qarindoshlar vatandan isbotliq uchur elish qiyin bo'lganlik sababidan torlarda eqib yurgan kelish manbasi aniq bo'lmagan ba'zi rasm va sin filmlarni tarqitib, boshqalarga yolg'on uchur tarqatgan tuyg'uni berib qo'ygan va yoki ba'zilarda xato tushuncha paydo qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mayli qandaq bo'lishdan qat'iy nazar, hozir Uyg'urlar duch kelgan zulm va irqiy yo'qolish tahdidi asla ko'z yumg'il bo'lmaydigan bir haqiqat. Uyg'urlar duch kelgan ig'ir vaziyatni turk qarindoshlarga va dunyo jamoatiga to'g'ri anglatish bizning vazifamiz. Tushunmagan taraflar va yoki xato tushuncha paydo qilib qo'ygan ahvollar bo'lsa, biz tushundirsak, xato qarashlar bo'lsa, o'zaro tuzatsak bo'ladi. Biroq Turkiya hukumati ichidagi ba'zi siyosiyon va bilim odamlarining butun Uyg'ur xalqi duch kelgan va kelayotgan bu ig'ir krizisni ko'rmasga selib, uningga insoniy nuqtadan ifoda bildirmasligi, hatto ba'zi turk axborotlarining hech xijil bo'lmasdan Sharqi Turkistonda hech qanday krizisning yo'qligini o'ttirg'a qo'yib, u inson haq-huquqlar krizisi bo'lsa, Amerika boshliq g'arb davlatlari o'ydirib chiqargan sun'iy krizis deb tashviq qilishi men va menga o'xshash ko'plagan Uyg'ur ziyolilarni bakmo afsuslantirdi. Bizda bala kelsa qarindoshdan deydigan bir at so'z bor bo'lib, hech bir Uyg'ur turk axborotlarida bundaq bir xabarlarning o'ttirg'i chiqishini o'ylab baxmagan edi. Bu chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning ruhiy kayfiyatiga ig'ir ta'sir ko'rsatmoqda. Men bir bilim odami bo'lib, 20 yildan beri Amerikadagi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanib keldim. Men hozirga qadar hech bir davlatning qonuniga xilof bo'lgan ish bilan shug'ullanib baxmadim. Hech qanday bir siyosiy tashkilotda vazifa o'tamadim. Shundaq turuqliq 2017-yili 4-oydan e'tiboran mening yurtimdagi qarindoshlarim, do'stlarim va kasbdoshlarim bilan bo'lgan aloqam butunlay uzildi. Ularning hammasi men bilan aloqa qilganlik sababidan jazoga tortilishidan andish qilib, meni do'stlik aloqasidan chiqarib tashladi. Men 2018-yili 12-oyda elib borgan raysnashda tuqqanlaringiz ichida lager yoki turmaga solinganlar bormi deydigan bir savol bor edi. U raysnash qatnashquchilarning 56% oilasida bir necha odamning lagerda ekanligini, 15% oilasidan kam deganda bir odamning lagerda ekanligini, ya'ni jami 71% odamning oilasida bir
yoki uningdan ortiq odamning lagerda ekanligini bildirgan. Uningdan boshqa raysnash qatnashquchilarning 24% oilasi bilan aloqa qila olmaslik sababidan oilasida tutilganlarning bor yo'qligini bilmaydi ekan. Raysnash qatnashquchilarning faqat 4% oilasida tutilganlarning yo'q ekanligini bildirgan. Bular hech bir Amerika taraf o'ydirib chiqargan ish emas edi. Beyjingdagi Markaziy Millatlar Universitetida iqtisod fanlari professori bo'lib ishlayotgan Ilham To'xti Xitoy qonunini asos qilib Uyg'ur xalqi uchun adolat talab qilgani uchun muddatsiz qamoq jazosi berildi. Ilham To'xti hech bir yerda va hech bir so'zida Uyg'urlarga mustaqillik talab qilmagan. Xitoyning zimin butunligini parchalashga urinmagan. Hech bir zaman terrorlik tashabbusida bo'lmagan edi. Ilham To'xti duch kelgan fojia hammamizga ayon bo'lgan haqiqiy mavjud bir fojia edi. Amerikada yashayotgan Tahir Hamid bilan Turkiyada yashayotgan Abduvali Ayub yaqinqi 2 yil ichida qo'lga ilingan Uyg'urlar ichida alayda ko'z ko'ringan 200 dan ortiq bilim odamlari, jamoat arboblari, san'atchilarning tizimligini tizimlab chiqibdi. Ularning ichida burunqi Xinjiang Tibbiy universitetining mudiri doktor Xalmurat G'opir bilan Xinjiang universitetining mudiri doktor Tashpolat Tiyib, doktor Raila Davud qatorliq professorlar bor bo'lib, ular hargizmi Amerika o'ydirib chiqargan o'ydirma emas edi. Qozog'istonda yashayotgan Moskvalik jurnalist va bilim odami Gana Bonin yasab chiqqan Shohid biz degan torbatda 2019-yili 1-oyning 13-kuniga qadar 2100 atrofida sababsiz tutilgan yoki iz-daraksiz yo'qolib ketganlarning uchurlari arxivlashtirilgan bo'lib, ularmi Amerika o'ydirib chiqargan o'ydirma emas edi. Kanadada o'qiyotgan Xitoy o'quvchi Shouwen Jang 2018-yili 12-oyning 24-kuniga qadar sun'iy hamra rasmiga asosan 70 atrofidagi jazo lagerlarining o'rnini aniqlab chiqqan. Avstraliya ABC kanalining 2018-yili 11-oyning 1-kunidagi xabarda Sharqi Turkistondagi lagerlar sonini 181 dan 1200 orasida bo'lishi mumkin deb taxmin qilgan. Ko'pincha mutaxassislar bu lagerlarning har biriga 10,000 atrofida odam qamalganligini taxmin qilmoqda. Bularni qandaqsiga Amerika taraf o'ydirib chiqargan o'ydirma tegil bo'lsin? Endi Suriyadagi Uyg'urlar masalasiga kelsak, u bir murakkab masala bo'lib, u Uyg'urlarning Suriyaga qandaq berib qolganligining konkret sabablari menga ayon emas. Biroq menga ayon bo'lgani shuki, 2008-yillik Beijing Olimpikning oldidan boshlab, bo'libmi 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin Xitoyning ichki o'lkalardagi Uyg'urlar o'z yurtlariga haydab o'tilgan va Uyg'urlarning Xitoy ichki o'lkalariga kirishi qattiq kontrol qilingan. Hatto Sharq Turkistonning o'zida Uyg'urlar bir shahardan yana bir shaharga, bir kentdan yana bir kentga berishi uchunmi saqchidan tasdiq elish tuzumi yo'l qo'yilgan. Ularning pasport elish masalasimi qat-qat shartlarning cheklamasiga uchrab kelgan. Bundaq bir ahvol ostida radikal ideyasi bor deb qaralgan u Uyg'urlarning Xitoy hukumatining ruxsatsiz pasport elib chet elga chiqishi va yoki Xitoyning ichki o'lkalariga berib, inson qochoqchilarining yordam orqali Kambodja va Tayland qatorliq davlatlarga chiqarilishi asosan mumkin bo'lmagan bir ish edi. Chunki Uyg'urlarning chiroyi Xitoy xalqidan alayda farqli bo'lg'achqa, u Uyg'urlar o'z yurtlari bilan Xitoyning
Камбоджа va Tayland chegarasigacha bo'lgan bir necha ming kilometr musofani besib, chegaraga borgacha Xitoy hukumatining ko'zidan qechib qutulalishi mumkin emas edi. Biroq, nihoyatda afsus, mumkin bo'lmagan u ishlar mumkin bo'lib, radikal ideyasi bor deb qaralgan u Uyg'urlar mayli qonunliq yo'l bilan bo'lsin yoki qonunsiz yo'llar orqali bo'lsin, oxirida Turkiya orqali Suriyaga berib to'xtadi. 2012 yildan e'tiboran Uyg'urlarga pasport berish burunqiga nisbatan osonlashtirildi. Bir qism Uyg'urlar pasport elish fursatiga erishib, qonunliq yo'llar bilan Turkiya qatorliq davlatlarga borgan bo'lsa, yana bir qism pasport ololmagan Uyg'urlar Xitoy hukumatiga tuydirmagan holda Xitoy ichki o'lkalarida necha ming kilometrlik musofani besib, Kambodsha va Taylandlarga yetib keldi. Keyin u Uyg'urlarning bir qismi Turkiya hukumatining qarindoshlarga qilgan yordam orqali Turkiyaga elib ketildi. Yanama keyin ular o'zlarining radikal ideyasi tufaylidan Suriyaga berib hayotini do'g'i tikishni tanladi. Endi Turkiya hukumati bilan Xitoy hukumati orasidagi munosabatning yaqinqi yillardan buyanqi taraqqiyotiga qaraydigan bo'lsak, Turkiya hukumatining 2009 Ürümçi qirg'inchiligiga bildirgan keskin pozitsiyadan keyin Turkiya Xitoy munosabatida dramatik o'zgarish bo'lganligini ko'rib olish ancha qiyin emas. Avval ikki hukumatning bir-birini ayblashi, ondan Turkiya hukumatining Sharq Turkistonni ziyorat qilishi va Sharq Turkiston xalqiga zo'r umid berishi, ondan ikki davlat orasidagi vizani osonlashtirib, bordi-keldini kuchaytirishi, ondan Uyg'urlarning sirtida Xitoy bilan bo'lgan har aloqani kuchaytirishi, eng oxirida Turkiya hukumatining Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasining 180 gradus o'zgarishi, Uyg'urlar duch kelgan fojialarga ko'z yumib, uni Amerika o'ydirib chiqargan o'yin deb qarab, Uyg'ur masalasiga sukut qilishi. Ajiba bularning hammasi bir tasodifiylikmi? Asiya Kuzatish gazetining 2018 yili 8 oyning 22 kunidagi xabariga asoslanganda, Xitoy hukumati krizisga uchirgan Turkiyaga 3,6 milliard dollar yordam bergan. Albatta, bu yordam amaliylashdi-mi? Agar amaliylashgan bo'lsa, qanchalik amaliylashdi? Bunisi bizga noma'lum. Sabah gazetining 2018 yil 6 oyning 30 kunidagi xabariga asoslanganda, Turkiyaga mablag' solgan Xitoy shirkatlarining soni mingga yaqinlashgan bo'lib, mablag' solgan turlar energiya, pul muomala, aloqa va sayohatchilik qatorliq nurg'un sohalarni o'z ichiga oladi ekan. Yana Sabah gazetining 2018 yil 11 oyning 7 kunidagi xabariga asoslanganda, 2017 yili Xitoyning Turkiyaga solgan mablag'i 124 milliard dollarga yetgan. Ammo xalqaro pul muomala qonun kuzatishning 2018 yili 4 oyning 26 kunidagi doklatiga asoslanganda, Xitoyning hozirga qadar Turkiyaga solgan eng ko'p mablag'i 940 million dollarga yetgan. Bu son yuqorida Sabah gazeti tilga olgan 124 milliard dollardan 125 hassa oz. Sabah gazeti Xitoyning Turkiyaga solgan mablag'ini nimaga asosan 124 milliard dollar deb xabar qiladi? Sababi bizga noma'lum. Undan boshqa u dokladda 2017 yili Turkiyaning Xitoydan import qilgan mollarining qimmati 23,4 milliard dollar bo'lib, Turkiyaning Xitoyga eksport qilgan
mallarının qımmati 2,1 milyard dollar bo'lgan. Ya'ni Turkiya bilan Xitoy orasidagi savdo farqi 1:11 bo'lgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Soda ve Teraqqiyot Meclisining 2018 yillik xalqaro mablag' selish doklatiga asoslanganda 2017 yili Turkiyaga silingan bevosita chet el mablag'i 10,864 million dollar bo'lib, bu 2016 yildagi 12,942 million ve 2015 yildagi 17,717 million dollardan ayrım hal 16% ve 38'de 24% tövelligen. 2017 yılı Türkiye'ye məbləğ salğan dövlətlər içində ən köp məbləğ salğan dövlət Gollandiya olub, Gollandiyanın 2017 yılı Türkiye'ye salğan məbləği çət əlinin Türkiye'ye salğan umumi məbləğinin 23,8%'ni igiləydikin. Ondan qalsa İspaniya bo'lib, uning salğan məbləği umumi məbləğinin 19,5%'ni. Azərbaycanның salğan məbləği umumi məbləğinin 13,6%'ni igiləydikin. Xitoy hökuməti Türkiye'ye ən köp məbləğ salğan 9 dövlətning qatarida yo'q. Albatta, Türkiye'nin xalqaro münasibət qoidalari bo'yicha Xitoy hökuməti bilan normal diplomatik münasibət o'rnatishi va Xitoy hökuməti bilan savdo kelishim tuzishi davlatlar orasida bo'ladigan normal aloqa. Biroq u cho'qim barobarlik asosida bo'lishi kerak. Yoshurun g'araz yoki shaxsiy manfaat aralashmasligi kerak. U kelishimlar hargizmi Türk xalqining, jumladan Uyg'urlarning manfaatini qurbon qilish asosida bo'lmasligi kerak. Agar Xitoy hukumati xalqaro qonun tuzumga va o'zining qonuniga xilof holda Uyg'urlarning haq-huquqini ig'ir darajada dafsanda qilsa, Uyg'ur xalqiga nisbatan irqiy qirg'inchilik elib barmoqchi bo'lsa, Türkiye hökuməti onunğa qarta sükut tursa, o yalğız özünün musulmanlıq və türklik qeyrindaşlıq burçini ada qılmağanlıq bolublu qalmasdan, bəlkə Türkiye özünün insanlıq burçini mu ada qılmağanlıq boludu. Uyghur-Türk münasibeti qan qeyrindaşlıq münasibet bo'lib, u hargizmi sassı setildigan, atsı etildigan bir münasibet emas. Uyghur masalasi Xitoy Türkiye hökuməti orasidagi muhim masalaning biri. Türkiye hökuməti Uyghur masalasidan vaz kecholmaydi va shundaqla Xitoy hökuməti bilan munosabat qilganda Uyghur masalasini atlab o'tib ketolmaydi. Uyg'urlarmi o'z masalamizni Türk xalqi va Türkiye hökumatidan ayrim tutolmaymiz. Bularni ikki davlat hökumati obdan biladi. Uyg'urlarmi obdan biladi. Uyg'urlar tarixdan buyon yolg'iz Sharq Turkistonda emas, balki butkul O'rta Osiyoda muhim rol o'ynagan turkiy millatlardan biri hisoblanadi. Uyg'urlar Manchu imperiyasining ishg'oliyatiga o'tgandan keyin, bo'libmi Xitoy kommunistik hokimiyatining kontrolligiga o'tgan 70 yildan buyon nurg'un haq-huquqlardan mahrum qilindi. Oldi bilan o'z tarixini o'rganish huquqidan mahrum qilindi. O'ziga tava qimmat qarashi va hayot falsafasi bilan farzandlarini tarbiyalash haq-huquqlari qattiq cheklamaga uchirdi. Yoki ulardan mahrum qoldi. An'anaviy urf-odat, axloq fazilat va diniy e'tiqodi ig'ir darajada buzg'unchilikqa uchirdi. Ko'zga ko'ringan tarixchilar, adiblar, faylasuflar va diniy zotlar o'xshamagan davrda o'xshamagan jinoyatlar bilan jazolandi va hatto o'ldirildi.
umumi xalq nadon va kambag'al qilishga majburlandi. Xalq o'zaro ishonmaydigan, ko'ngildagi so'zini so'zlashga, rost gap qilishga petinolmaydigan holga keltirildi. Xitoy hukumati o'zining Uyg'urlarga yurgizgan bu qattiq siyosatlarni nihoyat ustalik bilan xalqaradan yoshirib keldi. Hatto o'zimizning ko'plagan odamlarimizmi buni sezalmagidak holga tushib qoldi. Uyg'urlarning nupusi Xitoy hukumatining 2015-yillik statistikasiga asoslanganda 11,3 million bo'lib, chet ellarda faoliyat elib berayotgan o'xshamagan Uyg'ur tashkilotlari Uyg'urlarning nupusini 20 million bilan 35 million orasida deb mo'ljallamoqda. Uyg'urlar turk va musulmon bo'lishdan burun oldi bilan ularmi bir inson. Uyg'urlarmi boshqa millatlarga o'xshash o'ziga o'zi xo'ja bo'lib, o'z tili va madaniyati bilan erkin yashashga haqliq bir millatdir. Turkiya hukumati Uyg'urlarga qarindoshlik yuzidan ko'ngil bo'lmagan taqdirdami, hech bo'lmaganda Uyg'urlarni inson ko'rib, Uyg'urlarga insoniy nuqtasidan muomala qilishi haqqoniyat taraf turishi kerak. Mayli Turkiya hukumati ichidagi shu bir qism siyosatchilar yoki bilim odamlari bo'lsin, mayli axborot organlari bo'lsin, ularning Uyg'urlar duch kelgan adolatsizlikka ko'z yumish, ularni inkor qilish va yoki ularni Amerika o'ydirib chiqargan o'yin deb qaralash haqqi yo'q. Ularning undaq qilishi hech qachon Türk millatining insonlik sharafiga, milliy tuyg'usiga va diniy e'tiqodiga mos kelmaydi. Turkiya hukumat arboblari, jumladan Turkiyadagi ba'zi siyosiyonlar va bilim odamlari ko'zini ichib haqiqatni ko'rishi, Xitoy hukumatining o'yiniga kelmasligi, Xitoy hukumati bilan bo'lgan iqtisodiy manfaat tufaylidan Turkiya va musulmon davlatlar bilan Amerika qatorliq g'arb davlatlari orasidagi ba'zi masalalar sababidan Uyg'urlar duch kelgan masalalarni ko'rmasga selib, uni Amerika o'ydirib chiqargan deb qarashning o'rniga o'z aqlini ishqa selib, vaziyatni to'g'ri analiz qilishi va Uyg'urlarning manfaatini qurbon qilmasligi kerak. Tugadi. 2019 yil 22 yanvar